Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Mavzuyimiz demak, sizlar bilan anorganik moddalarning eng muhim sinflari bo'limini boshladik. Oksidlar mavzusi o'tildi. Hozirgi o'tiladigan mavzuyimiz asoslar. Asoslar mavzusi edi. Demak, asos nima? Asos metal atomi va bir necha gidroksil guruhlardan tashkil topgan murakkab moddalar. Bu asoslar. Demak, asoslarda gidroksid ham deyish mumkin. Gidroksid. E'tibor berasiz. Tarkibi metal bo'lishi mumkin, o'rnida ammonik kationi ham bo'lishi mumkin. Mana bu zarrachani men nima deyapman? Ammoniy deyapman. Kationi hamda OH bir qancha gidroksil guruhdan tashkil topgan murakkab moddalar borki, buni asoslar yoki gidroksidlar deymiz. Ta'rifi ham xuddi shunday. Metal atomi va o'rnida NH4. Ammoniy kationi hamda bir necha gidroksil, ya'ni OH guruh nazarda tutilyapti. Gidroksil gruppalardan tashkil topgan murakkab moddalar. Asoslar deyiladi. Asoslarda umumiy ta'rifi quyidagicha bo'ladi. Asoslarda nomlar kammiz, metal hamda OH deyapmiz. Juda ham oson. Metalni valentligi OH sonini ifodalaydi. Xo'sh. Albatta metal nomi aytiladi birinchi o'rinda va plus valentligi. Qachonki o'zgaruvchan bo'lsa, albatta qavsga olinadi-da. Gidroksid. Gidroksid deysiz, tamom. Asoslar nomlanadi. Juda ham oson nomlanishi, eng yodlab qolish oson bo'lgan. Eng osoni shu. Tuzilishi chunki tartibi bir xil. Bunda o'zgarish yo'qki, ya'ni demoqchiman. Birinchi misol. Natriy bilasiz bir valentlik. O'zi gidroksid guruh ham, e'tibor bering, umumiy bir valentlikka ega. Doim bir valentlik bo'ladi. Ya'ni bu vodorodning valentligi emas yoki kislorodning valentligi emas. Bu umumiy valentlikki bir valentlikmi OH soni ham ishlatadi, bitta bo'ladi. Va bu moddaning nomi natriy gidroksid. Nimaga natriyda bir gidroksid demadim? Sababi natriy gidroksid deganda faqat natriyda faqat bir valentli ekanligini men bilgan holda faqat mana shu ko'rinishi esimga hayolimga keladi xolos. Endi ikkinchi misolki, dedik, o'zgaruvchan valentlikni tanladik. Temir 3 valentligini olaylik, chunki 2 valentligi ham bor. Demak, bu metalning valentligi OH ga indeks bo'lib keladi. O'zimizda arab raqamlarida. 3. Bu ham bir valentligida, bir yozmaydi, bilasiz. Nomi temir 3 gidroksid deb valentligini ta'kidlashim shart. Qarang, juda ham oson. Uchinchisi misol uchun marganets. 4 valentligini olaylik. Bu 4 valentlik. Demak, OH soni o'z-o'zidan 4 ta bo'ladi. Bu qiyin emas. Qarang, metalning valentligi OH sonini ifodalayapti. Va bu yerdagi 3 raqami ham vodorodni, ham kislorod soni degani. Chunki qavsdan tashqarisidagi 3 ikkoviga ham tegishli ekanligini siz matematikdan juda ham yaxshi bilasiz. Va mana yerda nechta kislorod bor desam, 3 ta kislorod bor deysiz. Nechta vodorod bor? 3 ta vodorod bor. Jamichi qavs ichidagi 2 ta atomni 3 ga badirsak 6, 6 ga bitta temirni qo'ysak, jami temir 3 gidroksid tarkibida 7 ta atom bor ekan.
Yoki mana bu kislorod soni 4 ta, vodorod soni ham 4 ta. Jami 8 ta bo'ldi. Ya'ni 2 kere 4 8. 8 ga 1 deb qo'ysak 9 ta atom bor ekan misol uchun. Bu marganesni marganes yozilmaydi. Marganetes yozilar ekan. Marganetsni 4 gidroksidi deb qo'yaman. Ko'rasizmi? Juda ham oson nomlanishi. Qiyin emas. Demak, nomlanishini cho'zib yotmaymiz. Mana shu yerda tugataverish kerak. Tushundingiz deb o'ylayman. Asoslar muhim ikkita sinfga ajratiladi o'z aslida. Ya'ni suvda eriydigan asoslar bor. Yoki gidroksid deb ataymiz, bilasizmi? Yoki suvda erimaydigan gidroksidlar bor. Qarang, aynan suvda eriydigan gidroksidlarda boshqacha nomi borki, ishqor deb qo'yadi. Ha, laqabi. Hali oksidlarni ham ko'rdik-ku. Ishqor. Ishqorlar desa suvda eriydigan asoslar haqida gap ketayotgan siz bilish kerak. Va bu ishqorlar, e'tibor bering, aynan birinchi A va ikkinchi A guruh metallarining gidroksidlari. Aynan magniy hamda beriliydan tashqari o'sha birinchi va ikkinchi guruhda joylashgan metall gidroksidlari aynan nimalar ekan? Suvda eriydigan gidroksidlar ekan. Misol uchun, birinchi guruhdagi birinchi metal qaysi? Vodorod metal emas, biling, esingizdan chiqarmang. Litiy. Litiy bir valentiga OH soni ham bitta bo'ladi, shuning uchun. Litiydan keyin natriy gidroksidi, kaliy gidroksidi, rubidiy gidroksidi, seziy gidroksidi hamda fransiy gidroksidi borki, birinchi guruhdagi metallar tugadi. Ikkinchi guruhga o'tamiz. Ikkinchi guruhdan berilli bilan magniydan tashqari deyapmiz. E'tibor bering, undan keyin asosiy guruh elementlardan kalsiy boshlandi. Bilasiz, kalsiy 2 valentlik, shuning uchun OH soni ham 2 bo'ladi. Kalsiy gidroksidi va stronsiy gidroksidi bor. Stronsiy ham 2 valentlik bo'lgani uchun mana yerga 2 qo'yamiz. Va bariy gidroksidi borki, bariy ham 2 valentlik bo'lgani uchun OH soni ham 2 bo'ladi. Quyidagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xil oksid gidroksid metallar gidroksidi borki, bular suvda nima qiladi? Eriydi. Bularni yodlab yotish shartmi? Yo'q, davriy jadvalingiz bor sizni. Men aytganimdek, birinchi guruhda A guruh elementlari deyapman, ya'ni qizil pushti rangli element metal gidroksidlari va ikkinchi guruhda qizil rangli metal gidroksidlari aynan berilli va magniydan tashqari. Suvda erimaydigan gidroksidlar muhim ikkita sinfga ajratiladi. E'tibor berib turasiz. Ularning muhim ikkita sinfi bor ekan. Qaysilar edi ular? E'tibor bering. Amfoter gidroksidlar bor. Suvda erimaydigan gidroksidlarni yaxshilar. Hurmatli o'quvchilar, mana bu suvda erimaydiganlarni cho'kma ham deb qo'yadi. Nima der ekan? Cho'kma. Agar bilsangiz, cho'kma belgisi buni pastga strelka qilib qo'yadi. Ya'ni suvda erimaydigan amfoter gidroksidlar ham cho'kma. Cho'kma degani suvda erimaydi degani. Amfoter gidroksidlar ikkinchi sinfi borki, men buni haqiqiy asos, haqiqiy gidroksid deb atayman. Qanday buni farqlaymiz desangiz, e'tibor bering. Amfoter gidroksidlar borki, bular haligi amfoter oksidlar kabi metallarni aynan 3 va 4 valentli metal gidroksidlar. Va bundan tashqari biz aytdik-ku, ruh bilan berilliydi gidroksidlari ham, demak 2 valentli bo'lsa ham qanaqa amfoter gidroksidlar sinfiga kiradi. Misol uchun, alyuminiy 3 valentlik. Shuning uchun alyuminiy OH3 bu
alyuminiyda gidroksidi qanaqa gidroksid desam, amfoter. Temir 3 gidroksidi. Va hokazo. Dedik, marganesni 4 gidroksidi. Marganesni 4 valentli gidroksidi ham aytyapmiz, metallar 4 bu 3 valentlik. Üç valentli metal gidroksidi va 4 valentli metal gidroksidlari amfoter. Undan tashqari, ruhda gidroksidi bilan o'quvchilar 2 berilliydi gidroksidi ham amfoter gidroksid sirasiga kiradi. Bu ham 2 valentlik, bu ham 2 valentlik, lekin 2 valentlik bo'lsa ham amfoter gidroksid. Bundan tashqari, yaxshilar, qalayda gidroksidlar, qalay metali. Misol uchun, qalayda ikkisi ham bor, to'ri ham bor-da. Endi bular hozir bizga bu qadar shart emas. Masala kelsa, tahlilda davom ettirib ketamiz. Lekin bilib qo'ying, qalay va qo'rg'oshinning barcha gidroksidlari OHX deb aytib, OHX istalgan ikkisi ham, to'ri ham, bu ham bo'lar ekan, amfoter gidroksidlar sirasiga kirar ekan. Haqiqiy gidroksidlarga qaysi kiradi? Mana bu suvda eriydigan asoslar dedik, misol keltirdik va amfoter gidroksidlardan qolgan barchasi haqiqiy bo'ladi-da. Misol uchun 2 valentli gidroksidlarda aynan maytda ruh beriladi ta'kidladik-da va qalay va qo'rg'oshinni aytdik, lekin magniy gidroksidini aytmadik. Magniy gidroksidi bu yerda haqiqiy asoslar ichiga kirish uchun maytda atmen yo'q kres qo'yardik. Amfoter gidroksidga kirish uchun mana bu berilliga o'xshab turib amfoterga kirmadi. U magniy gidroksidi qanaqa gidroksid ekan? Haqiqiy asos ekan. Haqiqiy cho'kma ekan, yaxshilar. Misol uchun mana amfoter gidroksidlar erib ketishi mumkin. Ishqor buni o'zini sinfiga sinf vakili bo'lgan suvda eriydigan asoslar ta'sirida bu amfoter gidroksidlar cho'kma, lekin erib ketishi mumkin. Lekin mana bular haqiqiy cho'kmaki, bular ishqor ta'sirida erimaydi. Bular kislota ta'sirida erishi mumkin. Bulardan hali yangi darslarda o'tishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, temirda 2 gidroksidi borki, men bu 2 gidroksidini haqiqiyga kiritaman. Xromda 2 gidroksidi borki, buni ham haqiqiyga kiritaman. Marganesni 3 gidroksidini biz aytib o'tib ketmadik mana bu yerda. Marganesni 3 gidroksidini ham nimaga kiritaman? Haqiqiyga kiritaman. E'tibor berib qo'yasiz marganesni. Biz aytdik, metallarni 3 valentli gidroksidlari dedik, amfoter dedik, lekin aynan marganesni 3 gidroksidi nima bo'lar ekan? Haqiqiy gidroksidi. Bundan tashqari MsT1 gidroksidi. MsT1 gidroksidi. Va hokazo ko'p misollar. MsT2 gidroksidi. Bular haqiqiy cho'kma, haqiqiy asos hisoblanadi o'quvchilar. Siz bularni yodlab aniqlashtirib oling. Mana bu asoslaning. Bulardan tashqari qolganlari haqiqiy asosga kirishini bilib oling. Asoslarida sinflarini tushunib olgan bo'lasiz. Sizlar bilan asoslar mavzusini o'tgan bo'ldik. Asoslar haqida umumiy tushuncha shulardan iborat edi. Endi ularning kimyoviy hamda xossalari hamda olinishiga doir aynan reaksiya turiga asoslangan darslarimizda kimyoviy reaksiya tenglamalari, kimyoviy reaksiya bo'yicha hisoblash mavzuyimiz yaqinlashyapti. Umumiy holatda oksid asos kislota tuzlarini olinishi va kimyoviy xossalarga alohida to'xtalamiz. Hozircha biz uchun aynan bu mavzulardan oladigan sizga ma'lumot albatta nomlanishini va sinflarini va mana shu 4 ta muhim oksid asos kislota tuzni bir-biridan ajratib olishingiz kerak. Ana shularni ajrata oladigan bo'lsa, siz bu o'tilingan mavzudan yetarlicha ma'lumot olgan bo'lasiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.